Hurmatli mijozlar, mana bu sharflarimiz. Bugun bularni ro'mollarni reklama qilgandik. Bular bo'lsa sharflari. Qaranglar, mana lazerniy mato, setkani ustida pisочный tosh va yana lazerniy mato va oxirida vышивка sifat setka va o'sha setkani ustidan mildirab turadigan kristalni toshlar bilan bezatilgan. Mana umumiy ko'rinishi 2 metrdan uzunroq bo'ladi. Eniga bo'lsa 70 santimetrdan uzunroq. Ikki xil rangi bor, tilla rang bilan bronzoviy rangi bor. Mana bu gold rasvetkasi tilla rangi ko'rishingiz mumkin. Modeli bir xil ikkalasini, faqat rangiga farqi bor. Mana 80 ga 2 metr desak ham bo'ladi razmerini. Dubayskiy sharf bular. Mana original Dubay. Matosi lazer bo'ladi. Bahor va yoz mavsumi uchun juda ham zo'r, yengil, qulay narsa. Boshdan siljimaydi. Kattaligini hisobidan sizlar xohlagan modellaringizni chiqarib o'rasanglar bo'ladi. Ya'ni hozirgi zamonaviy uslubga qilib ham o'rasanglar bo'ladi.